Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Do'stlar, yaqinlar, mana bugun 30-dekabr 2025-yil navbatdagilar bo'largan mana tunuka o'rashni boshladik va bunisini tugatdik. Xudo xolasa bu akamiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasining etiketlar. Laboni ichlariga rezinka tashlandi, yoniga sandiqcha, navbatiga shumkalar qilib konteyner pollar qo'yilgan. Bu narsalar qattiq tegangan bo'lsa bukilmaydi, qirilmaydi, ramiga zarba o'tkazmaydi. Peneplekslar ham joy-joyida qilingan shumkalari, yonlari mana 1,5 sm ichkariga qaytgan. Akkumulyatorda qiladigan va ichiga qon kelish aptechka soladigan sandiqlarimiz mana qo'yilgan. Bu sandiqlar alohida sotiladi, bemalol tunuka qoplatilgan akalar bo'lsa ham telefon qilaverasizlar. Rezinkalari ham alohida sotiladi. Tomiga bagaj, orqasiga tuggalari ham alohida sotuvda bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Biz manzillarimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'i svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soatda o'rnatib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yinglar, kuzatishda davom eting, like bosib, do'stlar yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.